kishi bo'ldi, svet o'chardi. Kechasi bilan svet bo'lmas edi. Oldin mana pechlar ishlatilmas edik, kir mashinalar ishlatilmas edik, to'klarimiz ham past edi. Asfaltsiz yo'l bo'lgandan keyin tosh bosib, loy bosib o'tardik-da shatlarda. Bu Qo'shtepa tumanidagi Sarmazor mahallasida istiqomat qiluvchi aholining og'riqlari edi. Bu yerda istiqomat qiluvchilar uzoq yillar asfaltsiz ko'chalarda qishda loy, yozda esa chang kechishga majbur bo'lgan. Elektr energiyasi, toza ichimlik suv bilan bog'liq muammolar ham qiynagan bu yerliklarni. Mahallada 6500 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Tumanning chekka hududlaridan bo'lgan Sarmazorda 12 ta ko'chalar bor. Mahalla odamlari ko'p yillar asfaltsiz ko'chalarda qishda loy, yozda esa chang kechishga majbur bo'lgan, ammo sabr qilishdi. Mahalla raisi bosh, hamma bir yoqadan bosh chiqarib o'tgan 3 yilda 20 kilometrga yaqin ichki ko'chalar qishloqliklarning o'z mablag'lari qolaversa, homiylik hisobidan asfaltlandi, ammo bu yetarli emasdi. Yamab qo'ylarda katta asfalt. Mana kichkina ko'chalarda umuman asfalt yo'q edi. Qari odamlarga umuman qiyin edi. Yoshlarga maktabga borib kelishiga juda ham qiyin edi. Buni natijani biz xayolimizga ham keltirganimiz yo'q edi, qizim. Sarmazorda mavjud 43 kilometr ichki ko'chalarning 15 kilometri asfaltsiz edi. Shu yil boshida mahallaga yaxshi bir xabar keldi. Odamlarni ko'p yillik orzulari, ta'bir joiz bo'lsa, og'riqlari yechimi ta'minlanadigan bo'ldi. Ya'ni Jahon bankining qishloq infratuzilmasini yaxshilash loyihasi doirasida Sarmazor ko'chalarini asfaltlash xabari quvontirdi bu xush xabar qishloqliklarni. Bugun esa ishlar boshlangan. 10 kilometrga yaqin mahalla yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizish ishlari yakunlandi. Tez kunda asfaltsiz ko'cha qolmaydi bu manzilda. Ilgari katta ko'chalarni ko'rardik asfaltni. Mana hozir chekka kichkina ko'chalarda asfalt beryapmiz, Xudoga ming marta shukr. Ilgari suvlarni allaqay plagalarda qanday uzoqlardan olib kelardik. Hozir uyimizda shunday jumraydi, suv tushyapti. Xudoga ming marta shukr qilamiz bunaqangi sharoitlar yaratib berganlarga. Alloh taolo prezidentimiz umrini uzoq qilsin. Sarmazorda elektr energiyasi masalasi ham muammo edi. Tabiatning kichik injiqligi ham xavotirga solardi bu yerliklarni. Allaqachon xizmatni o'tab bo'lgan tarmoqlar ortiqcha kuchlanish bilan ishlaydigan transformatorni kuchi yetmasdi. Xonadonlarga sifatli elektr energiyasi yetkazib berishga. Qishlarda ham qiynalishardi kelinlarimiz, qiyin edi. Nima kir yushlari ham qo'llarida yuvib, nima svetlar past bo'lardi. Loyiha doirasida mahalladagi ana shu muammoga ham yechim topildi. Asfalt bilan bir vaqtda elektr ta'minoti ham yaxshilanyapti. Loyihani birinchi bosqichida elektr ta'minotini mahallamiz aholimiz o'zi tanladi. Ikkinchi bosqichda asfaltlashtirish, uchinchi bosqichda yana kerakli bo'lgan infratuzilmani tanlashga kelishishdi. Bu birinchi bosqich elektrlashtirish ishlarida mahallamizning 26,5 kilometr masofasiga 1200 dona beton tayanchlar, bu tayanchlarga zamonaviy tarmoq tortilyapti. Bundan tashqari 15 dona 200 kilovatdan 400 kilovatgacha bo'lgan yangi transformatorlar o'rnatilishi rejalashtirilgan va davom etyapti ushbu ishlar olib borilishi. Sarmazor bugun inson qadri ustuvor islohotlar manziliga aylangan. Kunning issig'iga ham qaramay, qishloqliklar shundoq ham ko'p yillar kutgan imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan harakatlar to'xtagani yo'q. Yo'lingiz tushsa, infratuzilmasida hech qanday muammosi qolmaydigan mahallaga bir keling. Bugunidan rozi, ertasini yanada yaxshi umidlar bilan kutayotgan mahalla odamlarining minnatdor kayfiyatiga o'zingiz guvoh bo'lasiz.